Ranglaridan yopishtirib beramiz. Aka, bu shunisidan tanishtirib qo'yaylik. 330 ga xudo xolasa. 3,5 darvozamiz, taglari shveller. Bu ham high-tech fason deyiladi. Taglari 8 ga 4 shveller, yo'llari 8 ga 6. Suyak qismlari 6 ga 4 bo'ladi. Biri 3 stenadan, biri 5 emas. Lisimiz ham biri 3, nержавейкali variantda. Narxlarga keladigan bo'lsak, 600 ming so'mdan metr kvadratni 600 ming so'mdan qilib beramiz. Shu razmer kimga tushadigan bo'lsa 6 million 400 mingga beramiz. Bu razmerimiz ham xuddi shunaqa fason, prosta sal uzorlarda farqi bor. Sariq nержавейка yopishtirilgan, taglari shveller, yo'llari 8 ga 8, biri 5 stenada 8 ga 8. Tepalari lazerni, havo o'tishga mo'ljallangan. Bu ham 1.3 lisi. Buni ham narxi 600 ming so'm metr kvadrati. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yana bitta high-tech darvozamiz, rochkalari bor. Kraskalari mokriy. Buni ham taglari xuddi shunday 8 ga 4 shvellerda, yo'llari 8 ga 6. Nержавейкаlarni ham ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib yopishtirilgan, tepalari lazerda bo'lingan. Ponni ochiladi bu. Taxiyasi yo'q, ochilmaydigan qismi. Bu zakasimizga, o'zimiz Chinavodga o'rnaydi. Kimga shunaqa darvozalar kelsa, boshqa yangi yasab berilaveradi. Bu darvozamiz ham xuddi high-tech variantda. Hammasi o'zi high-tech, lekin lislari o'zi bilan bir xil arkali. Bu ham 1.3 da bo'lgan, taglari shveller, yo'llari 8 ga 6. Ko'rganlaringda shu taxiyasi bor. Buni ochilmaydigan qismi 60 sm. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Narxlarni kelishilgan holda kelishamiz. Boshqa darvozalarimiz ham bor. Lisli 2 qavatli, 3 qavatli, shumkali. Kimga shunaqa darvoza